suv, 1,5 kilo sement, 1 qop gips. G'ishtayyor. Baş ko'rib turgan uylaring 12,5 metrga 4,5 metr. Betonidan tortib g'ishi tomigacha 2000 dollar ham pul ketmabdi mana shu turishiga. 820 ta gipsa bilan g'ish ketgan, 7,380 ming so'm bo'lgan. Xullas bu g'ishdan uy qursa bo'ladimi deganlar uchun aynan shu biznes bilan shug'ullanadigan akalar oldiga keldik. Kimga kerak bo'lsa, stanoylari bor. 900 dollardan komplegi, qo'shimchasiga sizma poyez hamda tumba qoliplari ikkita qo'shib beriladi. Komplektda 3 ta standart qolipi, kompressor, pena generator, mikser balobatlar hammasi bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha dastlabki ustanovkasi tekin. Qo'shni davlat Qozog'iston, Qirg'iziston qo'ng'iroq qilaverasizlar va yana oxirida tot esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.